Orolbozor tumanida joylashgan 17-son jazoni ijro etish koloniyasida yosh mahkumlarni kasb-hunarga o'qitish, ularni jamiyatga qayta moslashtirish va kelajakka ishonch bilan tayyorlashga qaratilgan amaliy ishlar amalga oshiriladi. Muassasada tashkil etilgan maxsus monomarkaz orqali esa mahkumlarga zamonaviy kasblar o'rgatilib, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga alohida e'tibor qaratib kelinadi. Bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida faqat jazoni ijro etishni ta'minlash emas, balki insonni to'g'ri yo'lga qaytarish, uning hayotida ijobiy o'zgarish qilishga ko'maklashish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu maqsadda koloniyada yoshlar uchun ta'lim va tarbiyaga yo'naltirilgan sharoitlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 27-mart kunidagi jazoni ijro etish muassasalarida yosh mahkumlarni zamonaviy kasb-hunarlarga o'rgatish chora-tadbirlari to'g'risidagi 117-son qaroriga asosan jazoni ijro etish koloniyamizda ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bulardan yosh mahkumlarimizga kasb-hunarlar o'rgatib bormoqdamiz, zamonaviy kasb-hunarlar. Bu zamonaviy kasb-hunarlarni o'rgatish orqali mahkumlarimizni zamon talabiga mos ravishda ozodlikka chiqqandan keyin mahkumlarimizni o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlash uchun zamin yaratilmoqda. Mahkumlarimiz kutubxonamizda ham hozir 10 mingga yaqin adabiyotlar mavjud bo'lib, bo'sh vaqtlardan unumli foydalangan holatda kutubxonada ham kitob o'qish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Undan tashqari sport mashg'ulotlari, hamkor tashkilotlar bilan tarbiyaviy profilaktik tadbirlar amalga oshirib borilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mahkumlarimizni, yosh mahkumlarimizni jinoyatchilikni oldini olish, qayta jinoyat sodir etishini barvaqt oldini olishga qaratilgan ishlar amalga oshirib borilmoqda. Muassasada tashkil etilgan monomarkazda yosh mahkumlar bir nechta yo'nalishlar bo'yicha kasb-hunar sirlarini o'rgatishadi. Xususan, santexnik, elektrik, quyosh panellarini o'rnatish va ta'mirlash, temirga ishlov berish, payvandlash, duradgorlik, maishiy texnikalarni ta'mirlash, tikuvchilik, sartaroshlik va nonvoychilik kabi sohalarda amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Dars jarayonlari nazariy va amaliy qismlarga bo'lingan bo'lib, har bir mahkum o'z qiziqishiga qarab yo'nalish tanlash imkoniyatiga ega. Mashg'ulotlar tajribali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Ta'lim jarayonida mehnat xavfsizligi uskunalaridan to'g'ri foydalanish va ish jarayonini tashkil etish bo'yicha ham tushunchalar beriladi. Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarning asosiy negizida shu jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan bo'lib, bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida ham shu jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar tomonidan jinoyat sodir etishni oldini olishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 27-martdagi 117-sonli qaroriga asosan jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga zamonaviy kasb-hunarlarni o'rgatish chora-tadbirlari to'g'risida Prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. O'shanga asosan jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarimizga bozorda talab yuqori bo'lgan kasb-hunarlar, xususan santexnika, elektrik yo'nalishi bo'yicha maishiy texnikalarni ta'mirlash, quyosh panellarini o'rnatish, temirga ishlov berish va payvandlash, duradgorlik va boshqa sohalar o'rgatilishi yo'lga qo'yilgan. Chorak davomida ularga kasb-hunar sir-asrorlar usta shogird an'anasi asosida o'rgatilib, Buxoro shahar hunarmandlar uyushmasi tomonidan sertifikatlar berilishi yo'lga qo'yib kelinmoqda. Buxoro davlat universiteti tomonidan tajribali pedagoglar tomonidan ingliz tili, rus tili, xorijiy tillar o'rgatilib kelinmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni bandligini ta'minlash, ozodlikka chiqqandan so'ng qayta jinoyat sodir etishini oldini olish, jamiyatga foydali shaxs qilib yetishtirish va jamiyatga to'liq integratsiya qilish ko'zlangan. Ayniqsa bugungi kunda talab yuqori bo'lgan quyosh panellarini o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishi ularda katta qiziqish uyg'otmoqda. Chunki zamonaviy texnologiyalarni bilish kelgusida ularning mehnat bozorida o'z o'rnini topishga xizmat qiladi. Koloniyada mahkumlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Shu maqsadda zakovat o'yinlari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va kitobxonlik kechalari tashkil etiladi. Shuningdek, muassasada xorijiy til to'garaklari ham faoliyat yuritmoqda. Bu yerda mahkumlarga ingliz va rus tillari o'rgatib boriladi. Darslar davomida so'zlashuv ko'nikmalari, kundalik muloqot va kasbiy atamalar bo'yicha bilimlar beriladi.
Mutaxassislarning fikricha, til bilish kelgusida yoshlarning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Joriy yildan boshlab jazoni ijro etish muassasalarida yoshlarni zamonaviy raqamli kasblarga tayyorlash tizimi ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Bu borada davlat rahbarining yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitishga qaratilgan qarori muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qaror asosida tashkil etilgan ikkinchi imkon loyihasi 8 oydan 12 oygacha bo'lgan intensiv kurslar asosida amalga oshiriladi. 17-sonli jazoni ijro etish koloniyasida ham biz yoshlarga qaratib turilgan e'tibor, yaratib berilib turgan sharoitlar bizni juda ham xursand qiladi. Bu narsa nafaqat bizni xursand qiladi, bizni oila a'zolarimiz, uyimizdagilarni ham juda bir xursand qilib suyuntiradigan mana shu narsa bo'ldi. Mana vaqtimiz bekorga o'tmasdan kasblarni o'rganib, hunarlarni o'rganib, mana shu yerda mana vaqtimizni unumli sarflayapmiz. Loyiha doirasida yosh mahkumlarga kasb-hunar bilan bir qatorda xorijiy tillar va raqamli texnologiyalar bo'yicha ham bilimlar beriladi. O'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomlaganlarga sertifikatlar taqdim etiladi. Bu esa ularning kelgusida ishga joylashish imkoniyatini oshiradi. Muassasada mahkumlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishga ham katta e'tibor qaratilgan. Xususan, Qorolbozor tuman axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi. Payshanba kuni Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlarda ma'naviyat, vatanparvarlik va qonunlarga hurmat mavzusida suhbatlar olib boriladi. Yangi qabul qilingan qaror va farmonlarning mazmun mohiyati ham tushuntiriladi. Bu esa ularning huquqiy bilimini oshirishga xizmat qiladi. Yangi qonun amalga tatbiq qilinsa, belgilangan adabiyotlarni o'qib, mazmunni o'zlashtirgan mahkumlar jazo muddatini qisqartirish imkonini beradi. Har bir kitob uchun 3 kundan 1 yil davomida esa 30 kungacha muddat qisqartirilishi belgilangan. Bu tartib mahkumlarni kitob o'qishga qiziqtirish va ularning ma'naviy dunyoqarashini boyitishga xizmat qiladi. Yurtimizda yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, islohotlar jazoni ijro etish tizimida ham kirib kelmoqda. Xususan, jazoni ijro etish tizimida asosiy maqsad mahkumlarimizni tuzalish yo'liga yetkazib, jamiyatga sog'lom fikr bilan qaytarish, qayta jinoyat sodir etishini oldini olishga qaratilgan. O'tkazilayotgan tarbiyaviy tadbirlarimiz ham shu yo'nalishga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda biz zamonaviy kasblarga o'rgatish, kitob o'qish orqali bu maqsadlarni amalga oshirishga harakat qilamiz. Koloniyada amalga oshirilayotgan bunday tashabbuslar yosh mahkumlarning sog'lom muhitda tarbiya topishi, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, ularning kelgusida jamiyatga moslashib ketishi, halol mehnat qilib yashashi uchun mustahkam zamin yaratilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, insonni jazolash bilan bir qatorda unga ishonch bildirish va hayotini qayta boshlash imkoniyatini berish ham muhim hisoblanadi. Ikkinchi imkon milliy loyihasi aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Biz yosh mahkumlarga zamonaviy kasb-hunarlarni o'rgatish maqsadida rahbariyat tomonidan bizga mono markazlari tashkil qilingan. Bu mono markazlarida bozorda talabi yuqori bo'lgan kasblar bizga o'rgatiladi. Misol uchun mana bu yerda duradgorchilik, elektriklik, santexnika yo'nalishi, quyosh panellarini o'rnatish hamda temirga ishlov berish va payvandlash shu kabi kasblar bizga o'rgatilib, Buxoro viloyati hunarmand bizni eng xursand qiladigan e'tibor bo'lgani bu bizga maktab ochildi. Bu maktab bizga xorij tillarini o'rgatish, mana shu joyda hozir bizga mana rus tili, ingliz tilini o'rgatishyapti. Balki bizga o'rgatib turishda Buxoro viloyati universitetidan malakali pedagoglar kelib bizga dars berishyapti. Bu narsa endi bizni juda ham bir boshimizni ko'kka chiqardi desa ham bo'laveradi. Biz juda ham xursandmiz. Mana men o'zim hozir rus tili yo'nalishi Tugarayiga qatnab, bemalol rus tilini tushunadigan darajada kelib qoldim. Hozir mana endi navbat ingliz tili yo'nalishiga kirib, ingliz tilini o'rganmoqchiman. Qorolbozor tumanidagi 17-son jazoni ijro etish koloniyasida amalga oshirilayotgan ishlar inson qadrini ulug'lash, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularni jamiyatga qayta tayyorlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Kasb-hunar, bilim va ma'naviyat orqali yoshlarga yangi hayot sari qadam tashlash imkoniyati yaratiladi. Ikkinchi imkon bu shunchaki loyiha emas, balki insonning kelajagiga bo'lgan ishonch va uning hayotini ijobiy tomonga o'zgartirishga qaratilgan muhim tashabbusdir.